vaqt o'tishi bilan o'sadi, kesilsa ham qayta chiqish ehtimoli bor. Demak, navbatdagi bemorimiz 62 yoshli onaxonli bir necha yil oldin zrey taqqandan keyin shu quloq yumshog'ida jarohat paydo bo'lgan va kelloid chandiq rivojlangan. Orada bular boshqa vrachlarga ham tashrif buyurishgan va bu narsani kelloid emas, ichida yiring bor deb o'ylashgan, kesib siqishgan va natijada kelloid yana ham katta bo'lib ketgan. Hozir kelloidning tashqi ko'rinishi juda ham xunuk holatda, qonab, yaralar bilan to'lib turibdi. Bugun kelloidni ekssizion biopsiya qilamiz, ya'ni kelloidni olib, quloq yumshog'ini chiroyli qilib plastika qilamiz va natija bilan albatta bo'lishamiz. Demak, kelloid olindi, ya'ni bu ekssizion biopsiya deyiladi. Kelloid olindi va quloq yumshog'i plastikasi amalga oshirildi. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli qilib avvalgi holatga quloq yumshog'i qayta tiklandi. Endi kelloidni gistologiya qilib tekshiramiz va buni izlari qolmaydi, juda ham chiroyli bitadi quloq odatda. O'ylaymizki, bemorimiz juda ham xursand bo'ladi.